Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov hamda O'zbekiston Respublikasi Jazoni ijro etish departamenti boshlig'i Azizxon Umarxonovlar. Mening murojaatlarim sizlarga bo'lib, men quyidagi mazmunda sizlarga bugun fikrimni bayon etmoqchiman. Mening qizim Bozorova Sitora Ibragimna O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan g'ayri qonuniy ravishda aybdor deb hisoblanib, bugungi kunda jazo o'tashiga to'g'ri kelmoqda. Men g'ayri qonuniy deb aytishga haqlimanki, olib borilgan sudlar, hukmlar noto'g'ri qo'llanilgan bo'lib, bu yerda sud adolatsizlik tarzda bir tomonlama ko'rilganligi uchun ham men bugun olib borilgan o'sha sud hukmini g'ayri qonuniy deb hisoblayman. Bugungi kunda yana shuni bayon etmoqchimanki, qizimni hozirgi kunda jazoni o'tish muassasasida bir nechta intizomiy jazo qo'llanishiga to'g'ri keldi. Bu jazo qo'llanishlariga sabab men buni adolatsiz deb hisoblayman, chunki men ko'ryapman ayrim salbiy xatti-harakatlarni o'sha borganimda yoki boshqalardan eshitib ko'rganlarimda ham mening qizimda bunday xatti-harakatlar, salbiy harakatlarni kuzatganim yo'q. U qayerda bo'lsa to'g'ri gapni, haq gapni gapirgani uchun ham mana shunday unga nisbatan xodimlar tomonidan bosimlar bo'lib turmoqda deb o'ylayman hamda mahkumalar tomonidan bu narsa ijro etilyapti deb hisoblayman. Hurmatli Aziz Toshpo'latov, men shu narsani inobatga olishlaringizni istar edimki, agar qachonki mahkum yoki mahkumalar o'tmasa, tuzalish yo'liga o'tmasa, demakki o'sha muassasada olib borayotgan ishlar, ma'naviyat ishlari yetarlicha bo'lmayotganligidan dalolat berishi mumkin. Qachonki o'sha mahkumalarni kerakli davr darajasida o'sha tuzalish yo'liga o'tkaza olganda, o'sha muassasa xodimlarining, o'sha muassasa tashkiloti xizmatchilarining ishlari shunda ko'rinadi deb o'ylayman. Men bir necha marta jazoni yengillashtirish, jazodan ozod etish bo'yicha iltimos qilib kelyapman. Har tomonlama unga qo'yilgan o'sha ishlatilmagan 57-moddalarni qo'llanilishini talab qilib so'ramoqchiman. Insoniylik tomonidan iltimos qilib so'ramoqchimanki, insoniylik tamoyillarini inobatga olib, meni qizimga o'sha yengilroq jazo berilishini, ya'ni manzilli kolonkaga o'tish yoki o'zi manzilli kolonkani o'tyapti, uni ozodlikka chiqarib yuborishni so'rab men iltimos qilyapman. Men qizimdan so'raganimda hali bizlarning sud jarayonlari davom etyapti. Viloyat bosqichidagi apellyatsiya sudlari o'tdi. Hali oliy sudlarga biz murojaat qilganimiz yo'q. Men qizimga protest keltirish bo'yicha o'zim murojaat qilyapman. Ammo lekin qizimni o'ziga o'sha protest keltirish bo'yicha savollar berib yozyapsanmi, sudlarga o'zing murojaatlar qoldiryapsanmi deganimda, bir necha marta bot murojaat yozayotganligi, ammo hech qanday javoblar kelmayotganligi, xatim yo yetib bormayotgan bo'lsa kerak, menga hech qanday javob bo'lmayapti degan vajlarni men eshityapman. Mana shularni inobatga olgan holatda qizim dastlab xonadonga yozilgan xatlar ham meni qo'llarimga kelib tushgani yo'q. Men o'sha paytda muassasasining o'sha pochta ishlari bilan olib boradigan xodimi bilan masalan suhbatlashganman. Bunday holatlarni nima uchun sodir bo'layotganliklarini haqida o'rganganman. Men shuni istar edimki, hozirgi kunda qizimni intizomiy jazo muddatlari tugayapti. Uni tez kunda unga yengilroq jazo qo'llanilishini, butun oilamizga, bag'rimizga qaytib kelishini sizlardan iltimos qilardim. Bunda amaliy yordam berishlaringizni, ijobiy tavsif yozib olishimizda
bizga amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman.